Assalomu alaykum limon ko'chat ishqibozlari. Uzr ishlar ko'payib ketganchadan beri video chiqara olmadik. Ko'chatlarimiz Toshkentga dastavkaga chiqib ketyapti. 2 yoshli ko'chatlarimiz. Paqirli holatdagilari. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Mana 2 yoshli ko'chatlarimiz shu. Bular paketli variantlari mana. Mana holati ko'rishingiz mumkin. Mana gullagan holatda. Отдельно olib ko'rsataman men sizlarga. Mana ko'chatimiz holati, 2 yashar ko'chatimiz holati mana ustida gullagan variantlar bilan. Mevaga kirib qolgan xudo xolasa, 2 yashar ko'chatlarimiz bu yil mana nishona ko'rsatadi. Gullab yotibdi, mana ko'rishingiz mumkin mana. Yana ham endi gullashni boshladi. Hali gullaga yo'q. Mana bu ko'chatlarimiz ham mana gullab yotibdi, ko'ryapsizlar. Mana shana tuyib qolgan mana. Mana shana tuyib qolgan hammasi mana. Hammasida guli bor xudo xolasa. Bunaqa ko'chatlardan kimga kerak bo'lsa, akalar, opalar bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Mana parnigimiz, 2 yashar ko'chatlarimiz holati. Mana bugun sug'orish jarayonini o'tkazdik bularda. Xudo xolasa mana yam yashil ko'm-ko'k holatda turibdi. 2 yoshli ko'chatlarimiz mana. Ham yashil holatda. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Kimga mana shunaqa ko'chatlar kerak bo'lsa, ko'chat ekmoqchi bo'lgan bo'lsa, tashqariga ekisham boshlandi, xudo xolasa. Bemalol tashqariga ekaman degan kutayotgan akalar, opalar bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Mana ham yashil shoxdor ko'chatlar. Mana shoxlisdan topishlari nihoyatda qiyin. O'shaning uchun bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin mana. Ko'chatlarimiz holati. Mana shoxli variantlardan. Bachkana ko'chatlar yo'q, hammasi shoxli, chiroyli ko'chatlar. Mana hammasi shoxli ko'chatlar. Ertaga meva solsa ham egilib ketadigan shox emas mana. Tanasini ham ko'rishingiz mumkin. Mana tana pishib bo'lgan, to'rt holatga kelib bo'lgan mana tanasi. Xudo xolasa mevaga tayyor ko'chatlar. Shunaqa. Endi bu yoqda mana parnigimiz to'la 2 yoshli ko'chatlar. Tugayapti, apga bekyapmiz, tugayapti. Mana bu yoqda 3 yoshli ko'chatlar. Agar kattaroqdan undan ham tez meva olaman deydiganlarga mana bu ko'chatlarni tavsiya qilamiz. Juda ham chiroyli holatda. Juda ham mana katta. Haybatni ham ko'rishingiz mumkin mana. Juda ham bahaybat. Katta ko'chatlar ekaman deydiganlar uchun mana ularimiz ham mana shanalab. Ular xudo xolasa mevasini tashamaydi, ushlab qoladi. 2 yoshli ko'chatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Mana parnigimizda 2 yoshli, ancha yengillab qoldi. Yengillatib Farg'onaga, Toshkentga, hamma joyga chiqaryapmiz xudo xolasa. Agar 3 yoshli ekmoqchi bo'lganlar ham 3 yoshli ko'chatlarimiz lekin juda ham oz qoldi. 2 yoshlarimiz ko'p, lekin 3 yoshlarimiz oz qoldi. Agar kim ko'chatlar kerak bo'lsa, shunaqa ko'chatlar, ishonchli, sifatli, shoxdor, hosildor ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Nomerni qoldiramiz, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin.